Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir airdrop, sale airdrop haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu Sui tarmog'ida ishlab chiqilayotgan, yaqinda o'sha Valorous airdropdan qolib ketganlar uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Bizga birinchi o'rinda Sui wallet kerak bo'ladi. Kimdadir o'sha OKX bo'ladigan bo'lsa, Sui walletini ko'chirib olib, o'sha OKX dan Sui tarmog'ini Sui walletga import qilamiz yoki o'sha OKX ishlatsak ham bo'ladi. O'sha Sui wallet ishlatadigan bo'lsangiz, ko'proq imkoniyat bo'lishi mumkin. Chunki bu Sui tarmog'ida bo'layotganligi uchun walletlarga ham qaraydi. Xo'p, bu yerda mana testnet, devnet, localnet turibdi. Bizga keraklisi testnet, walletimizni ulaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz mana настройка bo'limidan testnetga o'tkaza olamiz. Yana bir marta ko'rsataman. Настройка bo'limidan testnet bo'limiga o'tib olamiz. Hop, bu yerdan test token so'raymiz. Test token bir xil payt ishlar, bir xil payt ishlamaydi. Shuning uchun qayta harakat qilamiz. O'sha test token olishga. Xo'p, mana o'sha sale example apps turibdi. Mana bu yerda mana o'sha test token olish bo'limi. Keyin bu yerda biz mana walletimizni ulaymiz. Mana bunaqa chiqqanda nima qilamiz? Subscription example bosib 1.60 va o'zimizga nom qo'yamiz. O'zimizga servis yaratib olamiz. Tasdiqlaymiz. Mana xuddi shunaqa oyna hosil bo'ladi. Keyin biz bu yerga qanaqadir o'sha rasm yuklab qo'yamiz va biroz kutamiz. Sale airdrop o'sha testnetda hozircha $395 million investitsiya olgan. Unga Coinbase, Binance o'sha hamkorlik qilyapti. Yana ham o'zi uchun kerakli ma'lumotlar bo'lsa, kerakli ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi uchun internetdan izlab topishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'chira oldi. Birinchi qadamdan biz o'tdik. Endi qiladigan ishimiz ikkinchi qadamini qilamiz. Hop. Tasdiqlaymiz. Yana ham hop, birinchi bu bo'ldi. Keyingisi bu bo'ldi. Hop. Endi keyingi bo'limi mana bu qismiga o'tamiz. Mana o'shani o'zimiz qo'ygan rasmimizni o'sha ko'chira olamiz. Mana o'sha biz qo'ygan fayl. Bo'ldi, yopamiz buni. Xo'p. Keyingisi ko'chira oldik. Buni qildik. Buni ham qildik. Shu yerda yana mana bunisini ham o'tamiz. Mana bu yerdan biz o'zimizga o'sha qo'shilamiz. Bu yerga Sui wallet adresimizni
kiritib qo'yamiz. Bunga biroz vaqt ketadi. Mana bu servis ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa servis payti boshqasini ham tanlasak bo'ladi. Agar ishlamasa. Biroz kutamiz. Mana bo'ldi. Keyingi qismini tasdiqlab qo'yamiz. Bo'ldi, hozircha mana shularni qilib keyingi taskini kutamiz. Agar keyingi task bo'ladigan bo'lsa, ularni ham bajarib qo'yishga harakat qilamiz. Yana bir marta o'sha tasdiqlab qo'yamiz. Qiyin emas unchalik. Mana bu yerda o'sha GitHubda kodlari bor. Agar kim GitHub bilan ishlaydigan bo'lsa, kirib ko'rib chiqishi mumkin. Bir marta qildingizmi, yana bir marta qilib qo'ying, tasdiqlab qo'ying o'z uchun, aniq qilganingizga ishonch hosil qilish uchun. Ko'pincha shunaqa qilaman, chunki bir xil payt bajarasiz, lekin o'sha tasdiqlanmagan bo'ladi. Mana shu narsani oldini olish uchun. Hozircha mana shu, kimda kim tushunmasa, o'sha kommentariyada yoki Telegramda so'rashlari mumkin. Hammaga omad.